Kim uchundir bu bir dala, lekin men uchun bu hayotimni hikoyasi. Ana agrar sohaga kirganimning ma'nosi shuki, aholi soni oshib boryapti. Pomidor, bodringga ehtiyojlar ko'payapti. Oldinlari pomidor, bodring masalan bo'lmasdi bizda. Tadbirkorlik bu shunaqa mahsulotki, hamma narsaga odam qiziqadi. Buxoro sharoitini o'rganib chiqib, shu issiqxona qurishga qaror qildim. Yil ishimiz to'xtab qolmasligi uchun pandemiya davrida bizga yana $1 million kredit ajratdi. Bu kreditni olib biz 4 gektar Kogon tumaniga issiqxona qurdik. Yerga ekkan davrimizda hosildorligimiz juda past edi. Gidroponikaga o'tganimizdan keyin hosildorligimiz ham yaxshi bo'ldi. Yilda 600 tonna pomidor yetkazdik. Xalqqa eksport ham qildik. ADB is happy to help boost food production and strengthen supply chains in Uzbekistan. This will not only help ensure food security, but will also create and preserve jobs, particularly for women and those in rural areas who depend on agriculture for their livelihoods. Men ayollarga maslahatim shundayki, hech qachon mehnatdan qo'rqmaslik kerak, tavakkalchi bo'lish kerak ayol kishi va har qanday ayol ham katta biznesni bajara oladi. Shunga ishonish kerak.